OLXdagi firibgarlarni fosh qilamiz. Agar siz OLXda mahsulot sotmoqchi bo'lib e'lon bergan bo'lsangiz, birinchi bo'lib firibgarlardan SMS keladi. Uni firibgarligini bilmoqchi bo'lsangiz, SMS ga e'tibor qilsangiz, u telefon raqami yozmaydi. Mahsulotingizni sota olaman, faqat mana shu Telegram akkauntga o'ting deydi. Telegram akkauntga o'tasiz, salomlashasiz va savdolashasiz. Hamma shartlaringizga rozi bo'ladi. Mana bu Telegram akkauntdagi Sharaf va mahsulot pulini kartangizga tashlab berib, mahsulotni BTS pochta orqali olmoqchi bo'ladi. BTS pochta ham qanday? Uyingizdan kelib mahsulotni olib ketar ekan. Va sizdan lokatsiya so'raydi, uyingiz adresini. Men tabiiyki Afrikani berdim, unga qiziqtirmaydi bu narsa. Va karta raqamini va silka beryapti, adres. Go'yoki BTS pochtani saytiga o'tib, ma'lumotlaringizni kiriting deyapti. Binoyiday sayt yasagan bular. Hammasi xuddi uzum pochtaga o'xshagan, uzum marketga o'xshagan va tovaringiz sotilgan to'g'risida va pulni olish uchun karta ma'lumotlaringizni kirgizish kerak. Men albatta noto'g'ri karta ma'lumotini kiritdim, qabul qilmadi. Shunday bo'lsa-da, puli yo'q kartani kirgizdim. Va kartam ulanmagan telefon raqamini kiritdim. Va oxirida nima? Verifikatsiya qilish uchun siz kartangizdagi aniq qoldiq summani kiritishingiz kerak ekan. Ahmoqlar kiritadi faqat bu narsani. Firibgarlar ham uchiga chiqyapti. Chunki sizni kartangizni yechib olish uchun noto'g'ri summani kiritib, bular ошибка bo'lmasligi uchun so'rab olyapti. Bu ahmoqlar kartamdan pulni yechib olgancha BTS pochtani kol markaziga qo'ng'iroq qilib, mana shu OLXdan mahsulot sotmoqchiman, BTS pochtadan kelib mahsulotimni olib ketadimi deb so'rab ko'rdim shubhalanib. Va tabiiyki operator bular hammasi firibgarlar, ularga pul o'tkazmang deb ogohlantirishdi. Va firibgarlar bilan ancha yozishdik, harakat qilishdi, aldamoqchi bo'ldi, Visa kartani so'radi, Master kartani so'radi. Agar Visa kartani kiritsangiz va orqadagi 3 ta raqamni ham kiritsangiz, uxladim deyvergin. Sizga hech qanday SMS kelmaydi va kartangizdagi bor pullarni yechib oladi. Firibgarlardan ogoh bo'ling. Videom yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib